Bilasizlarmi, operatsiyadan oldin qo'l qo'yiladi. Yulduz Usmonova ko'kosh haqida nimalar dedi? Batafsil videoda kuzating. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng so'nggi, eng tezkor va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. Bilasizlarmi? Operatsiyadan oldin qo'l qo'yiladi. Halima rahmatli o'lgan bo'lsa, o'zini aybi bilan o'lgan. Men aytdim, hech kimga hech narsa demay operatsiya bo'lgan. Undan keyin yana Coco Chanelmi bor ekan, kokoshmi? Shunaqa bor ekan. U ham hozirgi meditsina juda ham kuchli meditsina. Bilasizmi? Operatsiyadan oldin qo'l qo'yiladi. 50 ga 50. Hech qachon hech kim 100 ga 100 deb garantiya bermaydi. Amaliyotda borib meditsinani butun boshli meditsinaga sha'niga dog' tushiryapsizlar. Unaqa ekan, bunaqa ekan. Operatsiyadan keyin tez yoziladi. Operatsiyaga qolgan doktorlar ko'radi. Yarasini hatto boshqa doktorlar ko'rishga haqqi yo'q. Shu xatoni qildi. Ikkinchidan, hamma narsa amaliyot bilan go'zal bo'lmaydi. Sport. Mana birinchi amaliyot. Birdaniga hech kim 3 kunda ozib qolmaydi, o'rtoqlar, deb Yulduz Usmonova o'z intervyularining birida ta'kidlab o'tgan. Bizni yo'qotib qo'ymang, like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling azizlar.